Bizani remont qilayotganimiz sababli juda ko'p obunachilarimiz tovarlarni va shikalat narxi sotib olishga ulgurib qolishyapti. Kecha ham chig'olni aka 1 soatda 50 ta yaqin chig'olni taqillatib tashladi. Maktablarimizni ancha oldin tugatib bo'luvdik. Hozir sizga yana men tovar ko'rsataman. Bu tovar narxi ham aka shikalat narx ulgurib qolishga harakat qilishingiz kerak. Xudo xohlasa tez orada rullarimizga hali yetib kelmadik. Bularni ham chegirma narxida aka do'konimiz remont bo'lishiga bois buni ham baribir polkalarni to'liq bo'shatishimiz kerak. Hozir men sizga taklif qilmoqchi bo'lgan narsam Spark bilan Matiz avtomobiliga ramkalar aka. Spark tayyor Tesla monitorga tushadigan deflektorli ramkalar aka 580 ming 600 ming sotilgan. Buni biz sizga aka 250 ming so'mga qilib beramiz. Bunisi zavodskoy magnitofoniga o'rtada soatlari avariyasi mana xrom varianti. Mana ikki xili bu ko'rmoqchingiz mumkin. Zavodskoy magnitofonga buni ham narxi 250 mingdan donasi, Spark Teslaga tushadi. Buni narxini ham 250 ming so'm qilib beramiz. Matizigini aka, Matizigi ham shu tegindan aka 130 ming so'mga bu matvi varianti. Buni tayyor akoprint qilingan varianti bor. Buni narxini aka sizga 250 ming so'm qilib beramiz. Tezroq bilan hammasini bo'shatib olsangiz, xudo xohlasa remontimiz yanada tezroq bo'ladi. Yo'nalish ham sal boshqacha yo'nalishda, vitrinalar ham boshqacha bir chiroyli qilib dizaynda yasattirib qo'yamiz. Xudo xohlasa tez orada Elite Avtoduningdan mana shu chiroyli narxda tovarlarni sotib olishga, xarid qilishga ulgurib qoling. Pastda nomerni yozib qoldiramiz, bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi.